bir adolatsizlik bo'lgan joyda adolat talab qilibdi vazir. Podshoh bu hadsizligi uchun, endi podshohning nazdidagi bu hadsizligi uchun u vazirni boyagi itlarga tashlashni amr qilibdi. Vazir aytibdiki, podshohim 10 yildan beri xizmat izlaman. 10 yildan beri xizmat qilaman. Rasululloh mo'minlar bir-biriga af qiluvchi bo'ladi, bir-birini deganlar, bir-birini kechiruvchi bo'ladi. Sifati shunday. 10 yillik xizmatimni, halol mehnatimni hurmatidan ham menga bir 10 kun bera olmaysizmi? Ki men bir hayotimni bir tartiblay, bir tavba tazarrumni qilay, boshqa qilay degan ma'noda podshohning rahmi kelibdi, xo'p debdi. Vazir 10 kun, unga berilgan 10 kun har kuni borib boyagi itlarni boqibdi. Nima topsa olib boribdi. Non, go'sht, nima suv, 10 kun boqibdi. 10 kundan keyin vaqt soati yetib kelibdi. Podshoh aytibdi, vaqting tugadi. Endi seni aybga buyurmaysan, hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q deb itlarni oldiga tashlabdi. Boyagi vazirni. Qarasa itlar atrofida aylanib yuribdi, kelib hidlab, o'ynab, boshqa qilib. Podshoh hayron. Bu itlaring qanaqa odamlarni yeyish kerak emasmidi bu? Timsohdek itlar emasmidi bular? G'ajib tashlash kerak emasmidi? Deganda vazir aytgan ekan, olam panoh. Bu 10 kun mehr ko'rsatuvdim. Bu itlar meni tishlamayapti. Men sizga 10 yildan beri mehr beraman. 10 yildan beri xizmat qilaman. Lekin siz bitta xatomni kechira olmayapsiz degan ekan va podshoh bundan ta'sirlanib vazirni bu yerdan chiqargan ekan va boyagi itlarni saroydan ketkazgan ekan. Bu albatta ko'p hissalar chiqarsa bo'ladi, istagancha boshqa, lekin bizni u yerdan chiqarishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Odamlar bor atrofimizda, ko'p bizga yaxshiliklar o'tadi. Biz uni bilamiz, bilmaymiz, sezamiz, sezmaymiz, farosatimiz yetadi, yetmaydi. Boshqa bitta xatolari boshqasi bilan ko'p ranjitib qo'yamiz, xafa qilamiz. Ko'p qilgan yaxshi ishlari ko'rinmaydi, unutamiz. Keyin sokinlashgandan keyin balki yana ko'rishimiz mumkin, eslashimiz mumkin, lekin aynan o'sha payt ko'p jahl qilib qo'yishimiz